qachon qanday qilib qurbonlik qilsam bo'lar ekan degan ayollar juda ko'p. Tillasi bor, eri olib bergan, ota-onasidan qolgan yoki o'zi ishlab topgan tillalarini hisobidan yoki tijoratini molini hisobidan ayollarimiz qurbonlik qilishlikka juda ishtiyoqmand. Siz ayollarimizni mana shu ehtiyojingizni, shu umidingizni amalga oshirish uchun Mehr 2020 jamoasi xizmatga tayyor. Siz mablag'larni ko'rsatilgan joyga o'tkazasiz, siz uchun qo'y tanlaymiz, siz uchun qo'yni so'yib beramiz va siz uchun o'sha qo'yni eng haqdor oilalarga tarqatib beramiz. Ajrda bizni haqqimizga duo qilib qo'ysangiz bo'ldi. Inshaalloh bu imkoniyatni qo'ldan boy bermasligimiz kerak. Bir yilda bir marta amalga oshiriladigan jarayon. Men alohida Mehr 2020 jamoatiga ham tashakkur aytaman. Bunga o'xshagan ishlarda peshqadam. Mana hozirgi kunda nechinchi yil? 6 yildan beri bu ishini tepasida ustasi farang bo'lib ketdi. Ya'ni professional darajaga chiqib ketdi. Sizni qo'y masalasidagi tamomiyla hayolingizda turgan tashvishlarni shunday jekkiga surishadi. Siz uchun eng yaxshi ajrli, savobli ishlarni amalga oshirib berishadi. Shoshiling, qurbonlik yaqinlashyapti. Haqqimizda duoda bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatulloh.